почти 3,5 yildan beri HR menejerlik qilaman. Полноценный HR menejer bo'lganimga 2 yil bo'lib qoldi. Вот. Ungacham HR assistant и rekruter sifatida faoliyatim olib borganman. Hozirgi kunda Kia brendini rasmiy dileri bo'lgan kompaniyada ishlayman. И bu yerda hozir не только dilerlik, группа kompaniya desam bo'ladi. Потому что judayam har xil yo'nalishlarda, asosiy industriya bu yerda hozir avtoindustriya. Avtoindustriyada birinchi marta ishlab ko'rishim. Вот. Bugun sizlar bilan CV va LinkedIn temasida gaplashamiz. Boshidan boshlaylik. Qanaqa gaplashsak bo'ladi? Именно nimalar haqida gaplashamiz bunda? Xo'p, вот reja yozilgan. Ish beruvchi nigohida, то есть ish beruvchini nazarida sizni rezyumengiz yoki CV'ingiz qanaqa holatda ko'rinadi? Buni ko'rib chiqamiz. Keyingisi star metodini ko'rib chiqamiz, LinkedIn profilini, CV tuzilmasini, вот bularni hammasini ko'rib chiqamiz. Menimcha PPT o'zlariga ham tashlab beriladi-ya kanalda. Ha, anaqalar aynan mana shu kanalda siz tashlab bergan narsalar share qilinadi. Ko'rib chiqsalar bo'ladi bemalol. Siz keyin o'zingiz menga tashlab bersangiz, men guruhga ham, kanalga ham tashlab qo'yaman. Olishadi bemalol. Da, men уже tech supportga tashlagan edim menimcha. Bo'ldi, yozib qo'ysalar. Hop, bu yerdan ko'ra qolaylik. Okay. Hop, давайте bir boshidan boshlaymiz. Farruh, menimcha siz mikrofoningizni o'chirib qo'yganingiz yaxshi, shovqin kelyapti. Bo'ldi. Hop. Давайте sizlar bilan birinchi o'rinda ish beruvchini nazarida rezyume yoki CV qanaqa taassurot qoldiradi? O'zi aytaylik, rekruter sifatida olaylik. Birinchi o'rinda sizlarning CVlarni qo'liga olgandan keyin yoki ko'rgandan keyin maksimum 10 sekund yetadi, чтобы siz qanaqa kandidatligingiz haqida xulosa chiqarishga. Masalan, o'qituvchi darsga kirgan vaqtida o'quvchiligi maksimum 5 sekund yetgandaqa o'qituvchi haqida xulosa chiqarishga. Конечно, uni dars o'tishi yoki aytaylik uni bilimi, bular ham muhim, lekin o'quvchilarni nazdida o'qituvchi uchun o'sha xulosa maksimum 5 sekundda chiqariladi. Sizni CVingiz uchun ham xuddi mana shunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni agar mana bu yerda e'tibor bersanglar, 3 ta asosiy savol berilgan. Tajribasi yetadimi? Natija qanaqadir ko'rsatganmi? Qiyin vazifani qanaqadir qilib yengib o'tganmi? Вот mana shu 3 ta asosiy savolga agar sizni CVingiz javob bera olsa, demak, siz rekruterni yoki umuman ish beruvchini nazdida juda ham yaxshi kandidat, ya'ni og'irligi bor bo'lgan kandidat sifatida ko'rinishingiz mumkin, даже CV etapidan boshlab. Xo'p, endi aynan nimaga e'tibor berib javob berilishi mumkin? Masalan, vakansiyaning talablariga ko'nikma va tajribangiz mos keladimi? Aytaylik, siz o'zi qanaqadir vakansiyaga o'zidan o'zi o'tkilik qoldirmaysiz. Masalan, aytaylik, men HR menejer bo'lib turib, avtomoyishkni vakansiyasiga qoldirmayman yoki aytaylik HR menejer bo'lib turib, CEO vakansiyasiga o'tkilik qoldirmayman, потому что men o'zimda aytaylik, o'zimda bor bo'lgan skilllarni yoki o'zimda bor bo'lgan bilimni qanaqa etapdaligini bilaman. O'shuning uchun ham o'zingizga mos bo'ladigan tomonlama qarab chiqib topshirganinglar, ularni mention qilganinglar ancha yaxshi. Xo'p, natijani aniq raqamlar bilan ko'rsatmasanglar nikak iloji yo'q. Chunki masalan, men o'zim sotuv menejerini ishga olamanmi yoki даже aytaylik, bilmadim, qaysi vakansiya bilan misol keltirishim mumkin. Aytaylik, kadrovik deylik, dokument оборудование bilan ishlaydigan xodim, hujjatshunos deylik, kadrlarda keldi, kettisini qarab, ularni hujjatini qiladigan xodim deylik. Вот kadrovikni men birinchi o'rinda rezyumesiga qaraganimda, u umumiy hisobda nechta ob'yomdagi xodim bilan ishlay olgan,
qancha vaqtda o'sha xodimlarni aytaylik hujjatlarni to'liq yig'ib bera olgan yoki umumiy aytaylik dokument оборудованияni qancha hujjatlar siklini ishlab chiqa olgan. Buni yutuqlari hisoblanadi-da, kadrovikni. Raqamlar bilan ko'rsatganda уже u umuman boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi. Qiyin vazifani qanaqa qilib yegan? Masalan, hozir o'sha gapimni o'zini ichida aytib o'tib ketdim. Umumiy aytaylik qilingan ob'yomni qancha vaqtda tugatgan? Uzr. Mana shu tomonlarga e'tibor berishinglar kerak. Keyingisi CVni o'zini formatida siz qanaqa professional yondashuv qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda etaplari berilgan. Birinchi o'rinda shaxsiy ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Buni ichiga nimalar kiradi? Ism, familiyangiz kiradi, telefon raqamingiz, emailingiz agar bo'lsa yaxshi. Emaili bor yo'qligi siz topshirayotgan vakansiyani, pozitsiyani o'ziga bog'liq. Masalan, siz agar aytaylik sotuv menejeri vakansiyasiga topshiradigan bo'lsangiz va siz topshirayotgan kompaniya o'zbek kompaniyasi bo'lsa, emailingiz bor yo'qligi ularni qiziqtirmaydi. Lekin siz aytaylik xarid bo'yicha mutaxassissiz, siz Xitoydan yoki aytaylik kompaniyalarda buni vet specialist deyiladi, ya'ni zakup. Xitoydan, Turkiyadan yoki yana boshqa kompaniyalar, davlatlardan siz kompaniyani ehtiyojlariga qarab ma'lum miqdordagi narsalarni zakaz qiladigan odam bo'lsangiz, обязательно u yoqda sizni email manzilingiz ko'rsatilishi kerak. Keyingisi LinkedIn profilni havolasi bo'lsa, bu sizga juda ham yaxshi plyus bo'ladi agar siz LinkedInni yurgizgan bo'lsangiz. Xo'p, keyingisi joylashuvi va shahar. Men mana shu joyga yana bitta narsani qo'shish esimdan chiqib ketibdi, yoshingiz. Давайте qo'shib qo'yaylik. Telefon raqami, yoshi. Nimaga aynan yoshi muhim? Sizni CVda yoshingizni ko'rsatishingiz bu HR menejerlariga yoki ish beruvchilarga aniqlik beradi. Xo'p, keyingisi imенно profilda maqsadingizni ko'rsatishingiz kerak 2-3 jumla bilan. Buni ham fishkalari bor. Siz qanaqa vakansiyaga topshirayotganingizga qarab maqsadingizni yoki o'zingiz uchun qo'ygan profilingizni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda yozilgan 2-3 jumlada o'zingizni va rolga keltirgan qiymat taklifingizni ifodalang. Masalan, men proyekt menejer vakansiyasiga, pozitsiyasiga topshiryapman ishga, tasavvur qilinglar. Lekin menda proyekt menejer uchun emas, HR menejer uchun yetarli bo'lgan qiymat bor. Meni proyekt menejer vakansiyasiga ishga olish ehtimoli juda ham past bo'ladi bunaqa holatda. Xo'p, keyingisi tajriba haqida sal keyinroq ko'proq to'xtalamiz. Ta'lim va sertifikatlarni va o'qigan joyingizni albatta qo'shib ketishni esingizdan chiqarmaslikni tavsiya beraman. Chunki birinchi o'rinda to'g'ri hozir ko'pchilik private agar organizatsiya bo'ladigan bo'lsa, ular qarashmaydi, siz universitetni tugatdingiz yoki yo'q. Lekin boshqa yo'nalishlarda, ya'ni davlat ishxonasiga topshirasizmi, sizga ko'proq plyus tomon beradi. Xo'p, sertifikatlarni kiritib qo'yganingiz yaxshi, chunki siz bilmaysiz, может kompaniyaga qanaqadir sizda bor bo'lgan o'sha sertifikat o'zi sizda borligi kattaroq plyus bo'lishi mumkindir. Xo'p, ko'nikmalaringizni albatta kiriting, chunki ko'nikmalar juda ham muhim. Bularni ham fishkalarini hozir ko'rib chiqamiz undan keyingi slaydlarda. Qo'shimchalar, qanaqadir proyektlarda qatnashganmisiz, yana boshqa tillarni bilasizmi talab qilingandan boshqa? Masalan, o'zi ish vakansiyada talab qilindi rus tili, ingliz tili, o'zbek tili, siz turk tilini bilasiz, arab tilini bilasiz. Ularni qo'shib ketganingiz yaxshi. Darajalarni qo'shishni esingizdan chiqarmang. Keyingisi volontyorligi. Qanaqadir volontyorlik ishlari qilganmisiz, ularni ham qo'shsangiz bo'ladi. Endi eng optimal variant qanaqa bo'ladi? CVni o'zi formati uchun maksimum 2 bet, shuni o'zi yetadi. Xo'p,
yosh mutaxassislar uchun bitta bet deb yozdim, потому что siz masalan aytaylik maksimum 3 yillik tajribangiz bor. Yana 3 yillik tajribangizni ham 3 ta joyda yoki 4 ta joyda ishlagansiz. Chunki siz 6 oydan, 7 oydan yoki aytaylik maksimum 1,5 yil ishlagansiz bitta joyda. Siz yana o'sha ishlaringizni har bittasini har bitta punkt qilib yozib, uni ko'p yozsangiz, u ikkita даже bir xil vaqtlarida 2,5-3 ta bet bo'lib ketadi. Bu narsa unaqa shart emas. Chunki CVda siz bitta joyda ishlaganingizni o'zini qisqa lo'nda aniq faktlar bilan keltirsangiz, HRlarga va ish beruvchilarga eng muhim mana shu, siz chiroyli qilib qog'ozga o'rab ko'p yozganingizdan ko'ra 5+ yillikda o'sha ikkita betga o'tsa bo'ladi bemalol. Endi STAR metodi boshidagi ikkinchi slaydda ham STAR metodi haqida keltirilganda, STAR metodi o'zi nima? Bu sizni CV'ni juda ham aniq va lo'nda qilib beradigan asosiy faktor. Bunda yozib qo'yilgan mana situation, task, action, result. Birinchi o'rinda siz vaziyatni o'zini keltirishingiz kerak, ya'ni kontekstni o'zi bilan birgalikda berishingiz kerak. Undan keyin u yoqdagi sizni vazifangiz qanaqa bo'lgan? Masalan, sizda vaziyat bor, ya'ni qanaqadir case kelib chiqdi. O'sha case'ni o'zida sizda zadachangiz nimalardan iborat bo'lgan? O'sha zadachani bajarishga siz nimalar qildingiz? Undan keyin o'sha zadachani bajarganingizdagi actionlaringiz orqasidan sizda qanaqa rezultat kelib chiqdi? O'sha narsani qisqa qilib yozishingiz mumkin bo'ladi. Va даже formulasi bor buni. Qanaqadir bitta fe'lni o'zini qo'yasiz, kontekst qilasiz, ya'ni o'sha vaziyatni o'zi haqida gapirasiz, plus metrikani qo'shasiz. To есть metrika bu sizni aynan actionni qanaqa olib borganingizni ko'rsatadigan asosiy ko'rsatkich. Uni natijasi, ta'siri qanaqa bo'lganini, конечно, keltirishingiz kerak. Masalan, example'ga qaraymiz. Savdo jarayonini optimallashtirdim va yangi CRM tizimini joriy qildim. Natijada buyurtma qayta ishlash vaqti 28% qisqardi va mijoz qoniqish darajasi 15% oshdi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda topinglarchi, o'zi qaysi bir kuchli fe'l bo'ldi bu yerda? Eshityapsizlarmi? O'zi xuddi o'zim gapirgandek bo'lyapman. Ha, eshitilyapti. Javob bermoqchi bo'lganlar ham bor. Okay, просто menga ko'rmayapti hozir ekranda. Xo'p, kim javob bermoqchi bo'lsa, bemalol gapirsanglar bo'ladi. Bo'ldi, qo'l ko'tarilsa, men anaqa do'stim beraman. Munisa Rahmonova qo'lini ko'taribdilar, marhamat. Marhamat, Munisa, eshitamiz. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Men bu qilgan ishimni raqam bilan ko'rsatgancha necha foizlar qoldi, keyin u necha foizi daromad olib keldi. Ana shu aniq kerak ishlasa kerak. Kuchli fe'l shu bo'ldi deb o'ylaysiz, demak, to'g'rimi? Ha, raqam bilan ko'rsatgan. Bu kuchli fe'lmi yoki bu rezultatmi? Rezultat. Bu nimani rezultati bo'ldi hozir? U nima qildiki, 28% ga qisqarib, 15% ga oshdi? Yana kimdir bormi? Gapirmoqchi bo'lgan? Ha, bor. Shodiyor, marhamat. Assalomu alaykum. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, kuchli fe'lni men optimallashtirdim va joriy qildim deganlar deb o'yladim. Ta'sirli bullet point bu 28% qisqardi, 15% oshdi deb o'ylayman. Xo'p. To'g'ri. Xuddi shunaqa. To есть u protsessni optimallashtirgani uchun, to есть optimallashtirish nima? Optimallashtirish bu ishni maksimum darajada to есть ishni protsessidagi actionlarni sonini kamaytirish. Bu narsa to есть osonlashtirish desak ham bo'ladi, lekin osonlashtirgan holatingizda effektivni tushib ketmasligi kerak. Mana shu holatda siz optimallashtirgan bo'lasiz. U optimallashtirganning natijasida va CRM ni joriy qilganning natijasida bu yerda natija
chiqyapti. Вот 28% ga qisqaryapti va 15% ga oshyapti. Xo'p, STAR metodi mana shu metod bo'ladi, ya'ni STAR situation, task, action, result. Xo'p, rahmat. Keyingisiga qaraymiz, natijalarni raqamga aylantirish, ya'ni judayam ko'pchilikning rezyumesida raqamdan ko'ra qildim, yozdim, o'qidim, ko'paytirdim yoki aytaylik yaxshilandi. Mana shunaqa narsalar ko'pda, lekin ular bu narsani aynan bitta raqam bilan bera olmaydi. Masalan, u qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, guys, har bitta sohani o'zida natija bo'ladi. U farqi yo'q nima. Masalan, даже kim deymiz? Eng raqamlashtirib bo'lmaydigan qaysi kasb bor deb o'ylaysizlar? Masalan, men unaqasini hech ko'rmayapman. Может, menda уже bu uchun opit bo'lgani uchundir. Xo'p, misollarga qaraylik. Masalan, savdo va marketingda. Savdo hajmini biz foizda ko'rsatishimiz mumkin, qanchaga o'sdi yoki kamaydini. AOV, o'rtacha buyurtmani, konversiya, даже hamma savdo bilan marketingda o'zi raqamlashtirib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'qda. Operatsiya va logistika sohasida jarayonda vaqtini, xatolarini, throughputni, samaradorligini, hamma narsani ko'rsak bo'ladi. IT texnologiyada, xizmat va qo'llab-quvvatlashda, menimcha o'zi xizmat va qo'llab-quvvatlash yo'nalishida asosiy raqamlashtirib bo'lmaydigan sohalar bor va даже unda ham lekin ko'rsatsak bo'ladi. Xo'p, HR ham xuddi o'sha sohani bittasiga kiradi. Endi maslahatni bitta ko'rib chiqasizlar, ya'ni aniq raqamlar bo'lmasa, taxminiy yoki nisbiy ko'rsatkichlardan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, taxminan degan so'zdan foydalanishingiz mumkin yoki bu yoqda yana berilyapti, sezilarli darajada, 2 baravar muhim darajada. Bu so'zlarni yozsangiz, undan keyin masalan men HR menejer bo'lsam, bularni ko'rdim, rezyumeda o'qidim fonko o'qigan vaqtimda yoki offline suhbatga chaqirgan vaqtimda ulardan so'rayman. Sezilarli darajada debsiz, aynan keltira olasizmi? Masalan, necha %ga ko'tarildi yoki aytaylik nechta prodaja bo'ldi? Mana shu holatlarda aniqlashtiriladigan savollar berilishi mumkin. Chem umuman yozmagandan ko'ra. Xo'p, ATS va kalit so'zlar strategiyasi bor. Bu bitta fishkalardan deb bilaman men o'zim. Ya'ni siz vakansiyani o'qiyapsiz, e'lonni ko'rdingiz. Masalan, bukvalno bitta e'lonni ochamiz. Xo'p, administrator avtosaloni, reception va avtosalon Cherry, Haval, Changan, Lada. Mana shu holatda bizga mana vakansiya yozilgan. Bu yerda обязанности berilgan, требования berilgan, условия berilgan и ключевые навыки berilgan. Endi kompaniyani o'zi haqida ham qisqagina berib qo'yilgan opit, to есть kompaniyani o'zi haqida обычно bu joyga kirsa ko'rsa bo'ladi. Headhunter o'zida, LinkedInda полностью link turadi o'zi. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, обязанности, ya'ni o'sha kandidat обязанности bu uni qilishi kerak bo'lgan ishlari deb qaraydigan bo'lsak, aslida mana shuni o'zini tagida kandidat mana shu ishlarni qila olsin, mana shu ishlarni qilish uchun bilimi yetsin degan gap yotadi. Xo'p, требование bu ham ochiqdan-ochiq berib qo'yilgan. То есть bu уже to'g'ridan-to'g'ri kandidatda mana shu narsa bo'lishi shart degani. Условияda sizga nima beradi? Xo'p, условияdan siz bemalol qarab ko'rsangiz bo'ladi, чтоб o'sha kompaniyada aslida siz xohlagan narsa bormi yoki yo'qmi. Lekin ko'pchilik kompaniya условия degan joyga ko'p narsa yozmaydi. Asosiy yoziladigan narsa bu возможность карьерного роста bo'ladi, и grafik bo'ladi, и может заработная plata berilishi mumkin, lekin заработная plata har doim ham ko'rsatilmaydi. Sizga agar men именно kandidat tomonidan qarab aytadigan bo'lsam, kandidat tomonidan qarab aytilgan vaqtida siz bemalol intervyuga kirgan vaqtingizda so'rashingizni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, siz vakansiyada aytyapsiz, возможность карьерного роста. Sizda hozir men A точкада bo'lsam,
meni aytaylik 6 oydan keyingi B tochkam aniq qilib yozilganmi, bilsam bo'ladimi, imенно qanaqa karyerniy rost bor. Hozir oddiy sotuv menejeri bo'lib kirgan bo'lsam, meni B tochkam bu o'rta darajadagi sotuv menejeri bo'ladimi yoki rob bo'ladimi, то есть rukovodитель bo'ladimi уже. Mana shu narsalarni aniq bilishim kerak. Siz bu narsani so'rashga haqqingiz bor, so'rashingiz kerak deb bilaman men o'zim. Xo'p, endi nimaga kirmay qoldi? Вот, okey. ATS o'ziga uzr, kalit so'zlar haqida gaplashayotgandik. Siz aynan o'sha vakansiyani o'zidagi kerakli ma'lumotlarni olasizda, rezyumengizga, to есть CV'ingizni o'ziga sekin bemalol qo'shib ketishingiz mumkin. Xo'p, lekin siz uni tupi qo'shmaysiz. Masalan, обязанности degan joyiga agar aytaylik продажani o'zidan olaylik, chunki prodaja eng oson takoy keltirib berish mumkin bo'lgan yo'nalish. Prodajani o'ziga qaraydigan bo'lsak, bir oyda aytaylik siz 50 ta prodaja qilishingiz kerak deydigan bo'lsa, siz u yerga men bir oyda 50 ta prodaja qila olaman deb qo'ymaysizda. Qaysidir oldingi ishlagan joylaringizga ish opiti degan joyga bir oyda 100 plus prodaja qilingan yoki aytaylik summani kiritishingiz mumkin. Bir oyda taqriban aytaylik не знаю, 20 million prodaja qilingan holatida kiritib ketsangiz bo'ladi. Bu narsa faktiski beradi, уже siz bu narsani bemalol eplay olasiz и ularda keltirilgan rolga moslik holatini ularga beryapsiz. Xo'p, maksimalni oddiy formatdan foydalanishingiz tavsiya qilinadi, ya'ni doc format yoki PDF. Chunki ATS degan sistema bor. O'zbekistonda buni juda ham ko'pchilik ishlatmaydi, lekin hozir HRlar juda ham ko'p qismi ChatGPT ni o'ziga tashiydi. Ya'ni siz rezyumelaringizni oladi, ChatGPT ga tashiydi, ChatGPT uni aniq beradi, analiz qilib berib, o'sha analiz qilingan orqasidan kandidatlarni даже prioritetlab ham beradi. Yashirmayman, men o'zim ham ko'p holatda bundan foydalanaman, chunki birinchidan meni vaqtimni tejaydi, ikkinchidan men o'sha tejalgan vaqtimda yana ham ko'proq kandidatlar bilan suhbatga yoki yana ham ko'proq boshqa effektivniy holatga ishlatishim mumkin bo'ladi. Sizga kandidat sifatida tavsiya beriladigan narsa bu ko'p rasmlardan yoki qanaqadir chiroyli dizaynli narsalardan foydalanishingiz shart emas. Oddiy bo'lsa ham, zato qilingan ishlaringizni cho'tka aniq qilib berib qo'yibsizmi, bo'ldi, o'sha narsani o'zi yetadi. Xo'p, faylni nomini обязательно хотя бы ism familiyangiz o'zi turishi kerak-da. Вот, qanaqadir qolib ketishi kerak emas. Masalan, siz aytaylik Canva'da qilgan bo'lsangiz, Canva'ning qaysi rasmning nomi qolib ketgan bo'lishi kerak emas. Вот. Endi do's and don'ts. Bunda qanaqa bo'ladi? Bajarish va bajarish kerak bo'lmagan narsalarni keltirib o'tilgan. Bajarishni ko'rib turibsizlar, o'qish uchun qulay bo'lsin, juda ham mayda bo'lmasin. Даже formatini ham yozdim bu yerga. Примерно qancha holatda sizga bemalol ko'zingiz charchab, odam o'qigan vaqtda ko'z charchab qolmaydi. Обычно men o'zim 11-11.5 dan foydalanaman. Ko'pincha agar yozuv juda ham ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa 10.5 это как minimum. Вот. Xo'p, juda ham bir-biriga tig'iz qilib yozmang. Tasavvur qiling, agar mana shu prezentatsiyada yozilgan narsani menga gamma juda ham bir-biriga yaqin qilib berganda o'qishga hozir qiynalib qolgan bo'lardim. Hozir mana shu mayda harflar bilan yozilgan bo'lsa ham, ko'raylik-da necha bu. 11.5 ekan. Даже 11.5 hozir meni ko'zimda как-то maydadek ko'rinyapti-da. Zato ko'rishga akkuratniy и o'qishli. Xo'p, keyingisi hamma narsa bir-biriga to'g'ri keladimi? Masalan, aytaylik, siz hozir rezyume yasashda, to есть CV yasashda bemalol ChatGPT dan foydalansangiz bo'ladi, lekin prompt aqlli berish kerak. Ya'ni xo'p, aytaylik, prodajani 1,5 milliardga ko'tardi deydigan bo'lsa, ko'tardi yoki ko'tardim holatida keltirishingiz mumkin, lekin ko'taradi yoki aytaylik qiladi, o'qiydi, bunaqa holatida siz bermaganingiz ma'qul. Chunki u явно bildirib qo'yadi, что siz bu narsani
bo'lmagansiz va siz bu narsani скорее всего qayerdandir olib prosta yozyapsiz. Sarlavhasiga ham e'tibor beringlar. Undan tashqari CVlarda ketma-ketlik boshida hozirgi eng oxirgi ishlagan joyingiz turishi kerak. Oxirrog'iga borib, o'sha oldingi vaqtdagi, masalan, boshida meni 2024-yil avgust oyidan hozirgacha bo'lgan ish joyim turishi kerak. Undan keyin undan oldinroq ishlagan joyim bo'lishi kerak. Undan keyin 2018, keyin 2015, keyin 2013 mana shunaqa bo'lib ketishi kerak. To есть eng tepada turadigan optingiz hozirgi vaqtdagisi bo'lishi kerak, ketma-ketligi. Xo'p, keyingisi professional ko'rinsin maksimum shriftlar hammasi hozir eng ko'p ishlatilinadigan bu Arial, Calibri и Helvetica, lekin News Time ga ham ishlatsangiz bo'ladi. New Timesmi uni ham ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Lekin e'tibor bering, hamma shrift har xil bo'lib yotgan bo'lmasin. Maksimum siz 2 xil shriftdan foydalanishingiz mumkin. Unda ham, например, shrift bir xil bo'lsa, bittasi shaklni o'zgartirib yozsangiz bo'ladi, lekin maksimum akkuratni turishi kerak. Xo'p, e'tibor bering, aniqlik va qisqalik eng muhimi. Qolgani, masalan, agar aniq va qisqa bo'lmasa, ming ko'rinishini chiroyli qilasizmi, ming fe'lli zamonlarni har xil qilib yozasizmi, u yog'i o'zi qaragan odam o'qigisi kelmaydi. Siz ko'p aytaylik joylarda ishlagan bo'lganingiz bilan o'sha joydagi har bitta qilgan ishingizni yozish shart emas. Yana boyagi holatga qaytariladi. Kompaniyani обязанностьlarini, требованияlarini o'rganib chiqqan holatda asosiy ключевойlarni qoldirishingiz mumkin. Ya'ni sizga qaysi biri qilgan ishingiz ko'proq ценность beradi, o'sha ценностьlarga qarab qoldirishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. O'shuning uchun ham aniq va qisqa. Xo'p, qilish kerak bo'lmagani bu uzun paragraf. Umuman katta qilib uzun gap yozmang, 5-6 qator qilib, kerak emas unaqasi. Umumiy so'zlardan qoching. Umumiy so'zlar yordam beradi qachonki siz aniq nima ish qilganingizni bilmaganingizda. Agar siz aniq nima ish qilganingizni bilsangiz, siz umumiy so'zdan umuman foydalanmaysiz, chunki u narsa xayolingizga ham kelmaydi. Xo'p, keyingisi ortiqcha ma'lumotlar shart emas. Xo'p, tug'ilgan sanani bu yerda yozgan ekanman. Xo'p, tug'ilgan sanani qo'shing. Tug'ilgan sana kerak. Oilaviy holatingiz umuman kerak emas. Kimdir sizga davlat ishxonalaridan tashqari siz boradigan yangi joyda agar sektor private sektor bo'ladigan bo'lsa, скорее всего oilaviy holatingizni faqat uylangan yoki uylanmagan, turmush qurgan yoki turmush qurmaganingizni so'raydi. Lekin mana bu ota-onangizni qayerda ishlashi, nechta aka-ukangiz borligi, bular haqida siz gapirib berishga majbur emassiz. Lekin davlat ishxonalarida obyektivka обязательно so'raladi. Xo'p. Keyingisi eng eski tajribalaringiz kerak emas. Ularni yozishingiz ham umuman shart emas. Xo'p, juda ham ko'p murakkab dizaynni ishlatmang. Har xil rangli, boya aytdim, u juda chiroyli bo'lib ketishi shart emas. Akkuratni, masalan, oq-qorani o'zida bo'lsa ham, akkuratni asosiysi kerakli informatsiyalar bo'lsa, o'shani o'zi sizga ko'proq chinnis beradi. Xo'p, endi LinkedInga o'tadigan bo'lsak, LinkedIn o'zi nima? LinkedIn ham bu sizning CV'ingiz. Faqat siz CVni, oddiy CVni kimdir sizdan so'ragan vaqtda berishingiz mumkin bo'lsa, LinkedIn sizni har doim aktiv turadigan va sizga qiziqqan odam sizni xohlagan vaqtda kirib, qanaqa o'qitingiz, qayerda ishlaganingiz haqida ko'rib oladigan va kerakli naviklaringiz bormi, yo'qmi, bu haqida xabar beradigan profil. Ya'ni sizni kasbiy tomonlama sotadigan platforma. Xo'p, birinchi o'rinda u qanaqa bo'lishi kerak? Professional rasm turishi kerak unda. Orqa fon ham professional bo'lishi kerak, har xil takoy любовник bir nimalar turishi kerak emas. Unda juda ham e'tibor berish kerak shu joyga. Rang tanlashda ham ancha-muncha e'tiborli bo'lish kerak. Chunki rang bilasizlar, odamni psixologiyasiga bitada ta'sir qiladi. Sizni tanlagan rangingizga qarab sizni aniqlash ham mumkin bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha
не знаю, ko'k rangdan yoki yashil yoki oq bu ranglardan foydalanishni men tavsiya bergan bo'lardim. Xo'p, headline'da, ya'ni sarlavha joyida qanaqa yozishingiz mumkin? Именно mana shu joyga juda ham ko'pchilik savol beradi. Masalan, bitta o'zimni pozitsiyamni kiritib qo'yay, masalan HR manager bo'lsam, HR managerni kiritib qo'yaymi yoki yana nimadir yozishim kerakmi deb turib. Agar siz tam vazirlikda ishlaydigan yoki boshqa aytaylik уже o'zini ishini juda ham ustasi bo'lgan odamlarga e'tibor bersanglar, u yerdachi kamida 2 ta yoki kamida 3 ta narsa yozilgan bo'ladi. Bu yerda berib qo'yilgan. Siz rolingizni kiriting, qanaqa qiymat berasiz bozorga, qanaqadir kalit so'z kiriting unga. Masalan, sotuv menejer, savdo menejeri, B2B sotuv mutaxassisi, CRM va lead generation. Ya'ni aynan nima bilan ishlaydi? Mana shu joyni kiritib ketilinadi. Vot. Xo'p, keyingisi o'zingiz haqingizdagi qismida yutuqlaringizni raqamlar bilan kiriting. Bu yoqda ham masalan aytaylik, o'zimnikini aytadigan bo'lsam, qanaqa qilib aytsam bo'ladi sizlarga hozir. Xo'p, 20 kishilik xodimlardan, kompaniyada 20 kishilik xodimlar sonidan 8 oy ichida 136 taga ko'targanman. Вот, уже bu menga katta plus narsa yoziladi, потому что HR manager sifatida men o'zimni birinchidan xodimlar qo'nimsizligini kamaytira olganimni ko'rsatishim mumkin bu orqali, chunki agar xodimlar qo'nimsizligi tekuchnisi juda ham baland bo'lganda 8 oy ichida buncha tam miqdorga o'smas edi. Даже foizini bilmadim, 100% dan ancha ko'pga o'sganda u. Вот. Xo'p, uni ham chiroyli qilib keltirishingiz kerak va o'zingiz haqingizda qisqa hikoya yozsangiz ham bo'ladi. Masalan, qayerdan boshladingiz, hozir qayergacha keldingiz yoki sizdagi inspiration nima bo'ldi aynan? O'sha narsa haqida qisqacha yozsangiz bo'ladi. Xo'p, experience ga keladigan bo'lsak, yana Stardan foydalansangiz bo'ladi, chunki Star eng qulay va sizga ko'p foydali bo'ladigan usul. Xo'p, undan tashqari LinkedInda siz ishlaydigan kompaniyani profili bo'lsa, uni обязательно havola qilib kiritib keting yoki sayti bo'lsa, onlayn, uni ham kiritib keting, чтоб вероятностьni ko'taradi. O'sha kompaniyani haqiqiyligi haqida. Masalan, agar kompaniya katta kompaniya bo'lsa, unda shart emas. Itak o'zi LinkedIn profiliga kirib ko'rib oladi, lekin masalan, men ishlaydigan kompaniyamda agar men Uni Auto deydigan bo'lsam, ko'pchilik bilmaydi, lekin men Kia desam, hamma biladi, ishonadi. Поэтому men Uni Autoni LinkedIn profilini o'zim ochib, unga bitta-ikkita tam postlar yurgizib, undan keyin LinkedIn profilini men ulaganman. Потому что meni ishlaydigan kompaniyamda marketing, tam sarafanniy marketing bilan ishlagan shu vaqtgacha, o'ziga даже sayt ham ochmagan. Faqat tam asosiy Kia'ni o'zini sayti bo'lgan. Вот, примерно shunaqa. Keyingisi skillari va tavsiyalar. LinkedInda xohlaganingizgacha skilllaringiz haqida yozsangiz bo'ladi. Chunki LinkedIn boya aytganimdek maksimum o'zingizni sotadigan joy, imенно professional tomonlama. Lekin e'tibor bering, bog'dan, tog'dan olib yozib tashamang skillarni ham. Masalan, siz sotuv menejeri bo'lsangiz yoki, не знаю, project manager bo'lsangiz, u yo'ga rasmni yaxshi chizaman deb qo'ysangiz, u g'alatiroq bo'lib qoladi-da, u siz o'zingizni qiziqishingiz bo'ladi. Keyingisi recommendation letter olib qo'yganingiz ancha yaxshi, oldingi ishlagan joylaringizdan va recommendation letterni attach qilib qo'ying anunga LinkedIn portfolioga yoki agar sizni o'sha oldingi ishlagan joyingizdagi direktoringiz yoki sizga o'sha recommendation letter berayotgan odam okey desa, recommendation letter berayotgan odam LinkedInda siz uchun recommendation letterni yozib, sizni отметка qilib qo'ysa bo'ladi. Xo'p. Birinchidan, sizni LinkedIn portfolioyingizni to'ldirganingizga qarab, LinkedInning o'zi sizga har xil vakansiyalarni doimiy jo'natib turadi. Ikkinchidan, agar siz mana bu skilllaringizni yoki nomini to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz, вот sarlavhani o'zini, unda rekruterlar yoki
HR menejerlar yoki ish egalari ham juda ham ko'pincha LinkedIndan qidirishadi. Aynan o'sha vaqtda sizni profilingiz kelib chiqishi oson bo'ladi. Вот. Endi LinkedInda siz qanchalik faol bo'lishingiz kerak? Siz juda ham yaxshi LinkedInni o'zida reputatsiya olishingiz uchun sizda hech bo'lmaganda 300+ connection bo'lishi kerak. Xo'p, connection bilan followni asosiy farqi unaqa katta emas LinkedInni o'zida. То есть sizga connect qilgan odam avtomatik qaysidir momentlarda sizga follow bo'lib ketib qolaveradi. Поэтому ko'proq e'tibor bering. Sizda mana bu joyga qaratingda sizlarning xayolinglarni. Asosiy hech bo'lmaganda 50 ta maqsadli connection bo'lsin. То есть siz project managersiz sizni project managerligingizga yordam bera oladigan хотя бы 50 ta normalniy connection qilishingiz kerak. Masalan, bu bilmadim nima bo'lishi mumkin. Google'da ishlaydigan qanaqadir сотрудник bo'lishi mumkin. Google'da siz qanaqadir IT project managerlarni toparsiz yoki art direktorlarini toparsiz yoki не знаю, O'zbekistonda IT parkda direktori bo'lishi mumkin bu maqsadli connection. То есть sizga maksimum qanaqa desam, kerakli odamlar kelishi mumkin bo'lgan, ular orqali odamlarga connect qilishingiz kerak. Chunki хотя бы 50 ta maqsadli connectioninglar bo'lsa, undan keyingi sizlarga rekomendatsiyaga chiqaveradigan odamlar уже o'sha yo'nalishda bo'lib ketib qolaveradi-da. Xo'p, profilni optimallashtirib turish kerak har doim, to есть to'xtovsiz. Qolib ketsa ham, aktivnosti tushib ketadi. Keyingisi doimiy faollik. Hozir gapirdim. Hech bo'lmaganda, не знаю, bir haftaga bitta post yoki hech bo'lmaganda bir oyga bitta post. Hech bo'lmaganda o'sha sohangiz o'zi haqida fikr bildirib turing yoki qiziqarli qanaqadir kontentni repost qiling. Lekin nimadir bo'lib tursin. Xo'p, strategik networking. Bu ham boyaga aytganimdaqa, sizda strategik networking juda ham muhim LinkedInning o'zida. Siz Telegramda yoki Instagramda endi Instagramda follow qilishingiz mumkin, lekin Instagram bu professional platforma emas. Поэтому LinkedInda siz bemalol xohlaganingizgacha professional o'zini ishini ustalari bilan yoki не знаю, siz gaplashishingiz yoki yoniga borib maslahatni olishingiz qiyin deb o'ylagan odamlaringizga ham bemalol connect qilib, ular bilan maslahat almashsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda 30 kunlik primerniy reja qilingan, lekin bu rejani doimiy ko'pchilik olib borolmaydi. Просто masalan meni shaxsan o'zim даже bir haftada ham bitta post yozmayman. Hozir 1,5 oyda bitta, 1 oyda bitta bo'lib ketgan. Chunki umuman vaqtim bo'lmaydi. Agar realno LinkedInda optimal holatda doimiy aktiv qilib yurgizaman deydigan bo'lsangiz, bu sizga yordam beradigan reja. Xo'p. 500+ connectionlar bo'ldimi? Уже siz o'zingizga qo'ygan birinchi maqsadingizga yetdingiz. То есть boshida siz LinkedInga kirganingizda bemalol LinkedInda 1000 ta, 2000 ta ham connection qilib tashlasangiz bo'ladi. Unda ham siz ehtiyot bo'lishingiz kerak, чтобы maqsadli connection bo'lmagan holatda, noto'g'ri connection qilgan holatingizda sizga ko'p o'sha tomonlama mutaxassislar kelaverishi mumkin. Siz LinkedInda ozgina lost bo'lib qolishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi hech bo'lmaganda 15+ haftalik faol postlar chiqib turishi kerak. O'shanda sizni aktivnostingiz ancha ko'tariladi va siz juda ham yana ham ko'proq odamlarni rekomendatsiyasida chiqasiz. Ularni sizga follow qilish va connect qilish va uni orqasidan sizga yaxshi job offerlari kelish imkoniyati ko'tariladi. Menda пока что shular. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, eshitaman. Xo'p, Jasmina, meni o'zimda ozgina savollar bor edi. Xo'p, boshidan, ya'ni juda ham basic savollardan boshlaylik. Keling. Aynan hozir biz o'tiribmiz, CV yozmoqchimiz. CV yozishni qayerdan, qanday platformadan va nimadan boshlaganimiz ma'qul? Masalan, men eng ko'p biladiganim, o'zim
har doim ishlatadiganim va ko'pchilik ham shuni ishlatsa kerak. Yevropass bor, Yevropass CV. Shular bo'yicha ozgina amaliy ko'rsata olasizmi yoki o'zingizni CV'ingizni? Tak. Sizlarga bu temada 3 ta yechim bera olaman menimcha. Xo'p. Zo'r. Yana bitta ochaylik. Qo'shaylik. Xo'p, birinchisi bu давайте reklamadan boshlaylik. HR bot. Biz yaqinda yangi bot ishga tushirdik va bu yerda sizlar o'zingizlarni CV'larni xohlaganingizcha tekin qilib foydalansanglar bo'ladi. Eng qizig'i bu yerda konsepsiya qanaqa bo'lgan? Siz даже просто HR so'zini o'zini yozib, keyin opit joyiga masalan opit so'zini o'zini yoki не знаю, там juda ham qisqa qilib yozgan taqdiringizda ham bu bot sizga именно HR tiliga o'girib CV yasab beradi. CVni avtomatik yasab beradi, to'g'rimi? CVni avtomatik yasab beradi. Bu yerda savollar berib ketiladi sizga ketma-ket. Masalan, oxirgi ishlagan joyingiz yoki o'zingizning shaxsiy informatsiyalaringizni bitta-bitta so'raydi. Undan keyin уже oxirida CV uchun bitta tekshirib olishga imkoniyat beradi, чтобы siz hamma narsani to'g'ri kiritdingizmi, eshitmanisizdan chiqarmadingizmi, может o'zgartirmoqchisiz. И undan keyin oxirida CVni o'zi generate qilib beradi и siz u CVdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Вот, buni ishga tushirganimizga ko'p bo'lmadi, примерно 2 haftacha bo'ldi. Bu hozircha tekin. Keyingisi, men shu vaqtgacha foydalangan resursim bu ChatGPT plus Canva. ChatGPTga avval men o'zimni tilimda gapirib beraman yoki o'zimni tilimda yozib beraman. ChatGPT menga uni o'sha men o'zim bergan promptga qarab chiroyli qilib sformirovka qilib beradi. И men ularni Canvaga qo'yaman. Canvada o'zi bor. Tayyor rezyume deb yozsanglar, rezyumelar kelib chiqadi. Unda har xil boya ko'rilgandaqa har xil dizaynlari kelib chiqadi, oddiylari kelib chiqadi. Zato tekin bo'ladi u. Pullilari ham bor, но pullilari shart emas. Уже ketma-ketligini, to есть Canvani o'zidagi tayyor rezyume shablonidan olsanglar bo'ladi demoqchiman. И keyingisi Gamma. Вот. Shu prezentatsiyani ham Gamma qilib bergan. Men unga полностью ichidagi informatsiyasini juda ham oddiy ko'rinishda berganman. Ko'rsataymi oddiy ko'rinishi qanaqa bo'lgan? Так, workshop. Yo'q, sorry. Oddiy ko'rinishini topa olmadim. Xo'p. Juda ham oddiy, prosta oq-qora ko'rinishda bo'lgan PPTda. Men uni Gammaga tashlaganman. Gamma menga uni shunaqa dizaynlarni chiroyli qilib berdi. Keraksiz joylarini Gammani o'zini ichida men to'g'rilab chiqqanman. И bu narsani sizlar не только PPT uchun, o'zingizlarni rezyumelar uchun ham ishlatsanglar bo'ladi. Tushunarli. Hozir shunday imkoniyatimiz bormi? Masalan, oramizda rezyumesi bor, CVsi borlar bor. Ularning CVlarida ma'lum bir xatoliklar, kamchiliklar bo'lishi mumkin. Давайте analiz qilamiz. Shunaqa agar o'zingizda tayyorlab qo'yganlaringiz bo'lsa, balkim ularni ko'rib chiqarmiz. Masalan, mana bu CVni mana bu joyida mana bunaqalari bor. Hozir yo'lda ham ko'rib chiqamiz. Agar guruhga yozib ko'ramiz, ularni tayyor CVsi bo'lsa, ularni ham tashlasak, balkim ularni ham ko'rib chiqarmiz. Hozircha boshqa bo'lsa. Давайте gruppani o'zidan tanlaylik. Mendagi hozir kandidatlar baribir ularning informatsiyasini sizlarga bera olishim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri o'ylab qoldimda. Shuning uchun sizlarni o'zingizlarni oranglardan bitta ko'raylik, xohlasangiz ikkita ko'ramiz.
Zo'r. Birinchi bizga tashlabdilar, уже tayyor qilib kelgan. Hop, Fotima Nurmuhammadova. Hop, sizga tashlayveraman. Hop, tashladim sizga. Hop, o'qituvda ishni boshladi. Hop, Nurmuhammadova, Fotima. Hop, education. CV'siz screenshot qo'yganmidingiz, Fotima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Screenshot qilganmisiz CV'sizni? Ha, bu birinchi qilgan CV'm, bir-ikkita loyihalar kerak bo'lgandi. Tushunarli. Hop. Давайте boshidan boshlaymiz. Hop. Yoshingiz nechida? Yoshim 19da. Yoshingizni kiritishingiz kerak bu yerga. Siz aynan qanaqa o'zi pozitsiyada faoliyat olib bormoqchisiz? U narsani yozmagansiz. Siz bu yerga masalan Nurmuhammadova Fotima aytaylik project manager deb qo'ysangiz bo'lardi tagiga. To есть sizni aynan qanaqa pozitsiyada faoliyat olib borishingizni ko'rsatish maqsadida. Yoki даже siz volontyorlikka yuborayotgan bo'lsangiz ham masalan Uva volunteer deb yozsangiz bo'ladi. Hop, telefon or good profile, motivated and tech-savvy individual with a strong foundation in information technology and passion for continuous learning, currently pursuing a degree in IT for business. Okay. Boya profile yozish haqidagi qismini ko'rdingiz-a? Ha, ko'rdim. Hop. Tak profile yozish qismiga kelaylikda. Вот. Ikkita, uchta jumla bilan o'zingizni va rolga keltirgan qiymat taklifingizni ifodalashingiz kerak bu yerda. To есть hozir siz voy qani? Hozir siz bu yerdachi juda ko'p narsa yozyapsiz. Siz polностью o'zingiz haqingizda informatsiya beryapsiz, lekin bu informatsiyani siz bu yoqda ham takrorlayapsiz. Mana bu yoqda aytyapsiz, siz UDA'da o'qiysiz, anunda IT for business da o'qiysiz. Даже men bu joyda ham I'm currently studying IT for business at UDA degansiz. To есть takrorlanyapti-da просто. Mana high school diplom olganingiz ham bu yerda aytilgan, shu bu yerda ham bor edi. Вот. Unite Girls programda siz boshqa joyga qo'shib ketishingizni men tavsiya bergan bo'lardim. Может, там coursesga to'g'ri kelmaydi, конечно, extra information deyilgan joyi bo'ladi. Uni bemalol qo'shib, ichiga qo'shib ketishingiz mumkin edi. Skills berilgan. То есть, men bunaqa imенно mana shu formatdagi rezyumedan ozgina qochishni tavsiya qilgan bo'laman, chunki hamma narsa juda ham chalkashib yotibdi. Birinchi siz qaysiga qarashni bilmay qolasiz. Mana u joyda yana xuddi o'sha narsa ketma-ketlik birinchi mana turish kerak. Ya'ni bachelor's degree University of UDA вот tepada turish kerak, bu pastda turish kerak. To есть present avval keladi, past undan keyinrog'i keladi. Men buni hech bo'lmaganda mana bunaqa formatga o'zgartirishni tavsiya bergan bo'lardim. Bu, конечно, endi firmenный blanka, anoniki Headhunter'diki, lekin bunda hammasi ketma-ketligi tekst turadi-da. Men o'zim rezyumem mana shunaqa, hozir ko'rsataman oxirida o'zim rezyumemni. Xo'p, yana bir takror olamizmi? Hop. Mana, yana bitta. Rahmanova Munisa, computer science student. Okay, the beginning is very good here.
Profile. I'm a computer science student with a strong passion for technology and web development. I have foundational knowledge of multiple programming languages and continue enhance my coding skills through hands-on projects and learning opportunities. Great, I like it. Так, professional experience. Так. Taught myself. Pass the competitive. Qarang, sizni mana bu professional experience joyida ozgina grammar tomonlama bitta tekshirib olishingiz kerak, qolgani hammasi yaxshi. Mana bu joyi kerak emas menimcha. I'm a second year computer science student at PTP University. Chunki computer science student ekanligingizni o'sha ikkinchi marta bitta joy, to есть o'sha hali boshlanishi bu CVni, lekin siz o'sha ikkinchi marta takrorladingiz. And no need for this. Keyingisi English teacher. Okay. Hop, hours. Qarang, taught grammar 20 beginner level students. Bu yerda ham grammar xato bor. Siz bundan masalan asosiy action hozir sizdagi boya ko'rib chiqdik-ku, star yo'nalishida. Asosiy action aytaylik o'qitdim bo'lyapti. 20 o'quvchini o'qitdim bo'lyapti-da. Sizda bu yerda anu berilmayapti, metrika berilmayapti, action berilmayapti-dagin. To есть metrika deya qolaylik, okay. Kontekst o'zida qolib ketyapti-da, undan keyingi rezultat ham berilmayapti. Siz rezultatni berishingiz kerak. Xo'p, 20 ta beginner leveldagi studentlarni o'qitibsiz. Undan keyin qanaqani qoldirdingiz? To есть qanaqa rezultat oldingiz undan? Keyingisi organize a Sunday speaking club to help students improve their spoken English skills. Lekin itoq o'sha narsa improve bo'ldimi, yo'qmi? Вот, savol qolib ketgan. Ana shunga natijasini kerakmi hozirmi? Hozir natijasini yozishim kerakmi? Men bu natijasini yozishingiz kerak-da. Xuddi shunaqa. Hozir bu kakta masalan, men maktabga bo'lib qolganda, gapi qolganini yozmagansiz. keyin bunaqada qaysi tarzda o'qitilgan, qanaqa materiallardan foydalandi, ular kerak emas. Yo'q, u уже siz detailed informationga o'tib ketasizda. Boya ko'rdik-ku, star usulda siz bitta, to есть complex structuredagi gap bilan siz berib ketsangiz bo'ladi bitta ish joyingiz uchun anuni qilgan ishlaringizni. Вот. Qo'ygansiz. Good. Education. Pierce International Foundation. Xo'p. Вот, mana shu joyda berilish kerak. Nimaga sizga kerakman bu? I'm a second year computer science student. No need, okay? Bu yerda ham qarang. Buni I am a computer science student with a strong passion for technology deb emas. Siz buni tipa yozsangiz bo'lardi. Например, I am a young professional with a strong passion for technology and web development. Yoki I am a young specialist with a strong passion for technology and web development. To есть siz computer science studenti ekanligingizni birinchidan eng tepada gapirdingiz, вот uchta bo'pti ekan. O'shuning uchun juda ko'p ko'rinib ketgan ko'zimga. Tepada gapirdingiz, o'zingizni pozitsiyangizni ko'rsatish uchun plus education degan joyda beryapsiz. That's enough. Keyingisi invaluable hub course. Okay, good. Buni ketma-ketligi to'g'ri. To есть presentdan pastga qarab ketgan. Xo'p, lekin usually уже siz CV yozayotgan vaqtingizda no need for the secondary education, okay? Siz maktabingizni, litseyngizni qo'shmasangiz ham bo'ladi. Misol uchun qo'shsangiz bo'ldi. Topshirgancha kerak edi, ana shuni qo'shganimda. Okay. Then okay. Bunaqa ishga topshirishimda. Okay, тогда понятно. Xo'p, skills-da bergansiz. Menimcha skills-ni ham o'sha kerak bo'ladigan yo'nalishiga qarab tanlagansiz-a?
asosiy o'zimda bilgan fikrlarni aytganman, mustahkam aytganlikda sizlarga bilganim uchun. Qarang, Microsoft Wordni qanaqa levelda bilasiz? Aytaylik, A1 dan C2 gacha qilib belgilaydigan bo'lsak. Uni B2. Skilllarni ham xuddi shunaqa qilib darajalab chiqish kerak. Chunki masalan aytaylik, LinkedInda siz ko'p skill yozsangiz ham aniq bo'lmaydi-da, nima deydi? Hech kim sizga restriction qo'ymaydi, lekin mana bu CV o'zi unaqa uzun bo'lmaganligi sababli siz eng kerakli o'sha ishga talab qilinadigan skilllarni tanlang, asosiylarini. Xo'p, 10 ta, 15 ta tanlagan taqdiringizda ham, aytaylik sizda juda ham skill ko'p, uni tanlagan taqdiringizda ham levellab chiqing. Masalan, qanaqa levelda bilasiz? Вот. O'sha muhim. Masalan, aytaylik, siz C++ni bilasiz, lekin imni qanaqa darajada bilishingiz menga qorong'i. Может, siz, не знаю, juniordirsiz. Может, siz junior plusdirsiz, lekin u narsa hozir ko'rilmagan. Xo'p, keyingisi language ham xuddi shunaqa. Xo'p, tillarni bilasiz, lekin qaysini qanaqa darajada bilasiz? Masalan, может, menga sizni rus tilini C1 darajada bilishingiz kerakdir, lekin siz bu yerga rus tilini yozganingiz uchun men ikkilanib qolaman. Siz hop rus tilini yozibsiz, lekin siz buni qanaqa darajada bilasiz? O'zi yaxshi bilasizmi yoki yomon bilasizmi? Okay? Kiritilgan. Hop, competitive global leadership program taught by bu yerda o'sha haqida University program. Keyingisi youth perspective club ambassador. Faqat awards olganmisiz? Great. No, в целом CV yomon emas. Undan примерно 6,5 qo'ygan bo'lardim yoki 7. Rahmat, endi feedbacklarga qarab to'g'rilab chiqaman qaytadan. Okay, sure. Keyin men bu grammar xatolar qilmang. Xo'p, men aytgan boshqa narsalar, computer science student deganlaringiz okey, ular eshitma emasdir, lekin asosiysi grammar xatolar qilmang, grammar xatolaringizni tekshirib chiqing, xo'p? Rahmat. Okey. Hop, yana tekshira olamizmi bitta yoki LinkedInga o'tsak bo'ladimi? Давайте LinkedInga o'taylik. Hop, unda kimdir уже hozir bu yoqda adashmasam 15 tacha CV tashlashdi. Tushunasizlar azizlar, hammasini ko'rib tekshirib chiqa olmaymiz. Lekin mana shu maslahat berayotgan maslahatlarga qarab turib, albatta to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi, o'zingiznikini ham. Xo'p, LinkedInlardan davom ettiradigan bo'lsak, birinchi LinkedIn Nisani kiygan, yana uni emas boshqasini ko'ra qolamiz. Nigorani. Qalanikini ko'ramiz. Xo'p. Share qildim sizga. Men 1 minutga skrinni o'chiraman. Yana ko'rinyapti-ya ekranim? Ha, ko'rindi. Nigora Razzoqova, Top 100 Unicap alumni, English language instructor. Yaxshigina aktiv ekansiz.
Okay, about posts. Experience. Nice. Faqat about joyi yo'q ekan, qolgan hammasi nice. About joyini qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. 38dagi joyi. Chunki hozir siz boshqa narsa qo'sha olmaysizda. Hali studentsiz. Agar opit bo'ladigan bo'lsa, keyin mana buni ko'paytirsangiz bo'ladi. Faqat mana bu experience degan joyni более detalniroq bilsangiz ham bo'ladi. Qolgan joyi yaxshi. Aktiv yurgizarkansiz, o'zi oxirgi postingizni ham 3 kun oldin qo'ygan ekansiz-ku. Rasm qo'ysangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, men turibman. Keyin bizda shunaqa bitta savol bo'lgan edi, Jasmina. Aynan LinkedInni hali boshlamaganlar, ya'ni yuritishni boshlamaganlar bor. Ularga qanday maslahat berasiz, qanday boshlashligini va balkim LinkedInni o'ziga boshidan kirib, qanday kirib to'ldirilishini deb ko'rsatib berasiz. Menimcha hozir ko'rsatib bera olmayman, chunki LinkedInimda parol esimda yo'q. Keyin qaytib kirishimga. Xo'p, LinkedInni agar ochmaganlar bo'lsa, hozir ko'rishimiz mumkin. Mo'shta ularni ekranida yoki yo'q bilmadim. Qarang, o'zi LinkedInga kirayotgan vaqtingizda sizga instruction berib turadi. Bu yerda hech narsa bo'lmaydi sizda. Hali LinkedIn ochgan lekin yuritmaganlar bormi? Bitta shunaqasidan ko'raylik. Kimlar bor edi ochgan va yuritmagan? Chunki yana LinkedIn tashlashdi-da, ko'pchiligi yaxshi yuritilgan, ya'ni umuman to'xtab qolgan yo boshqa emas. Hatto meniki unchalik emas, ba'zi balkim. Ne, уже hozir yoshlar rosa ko'pchiligi LinkedIndan boshlashyapti yuritishni. Chunki даже men taniydigan 16-17 yosh bolalarni Instagram yo'q, LinkedIn borda. Bu menimcha yaxshi natija, nima deydi? Yaxshi ko'rsatkich. Xo'p, yana bitta LinkedIn ko'rsak bo'ladi. Da bo'ladi, tashlashsan, ungacha men o'zimni LinkedInimni ko'rsatib turaman. Bu yerda hiring. Ha? Tashlashgan tayyor. Okay. Menga yuborib yuboring. Вот, bu yerda verified qilsanglar sizlarga ancha yaxshi bo'ladi. То есть уже galochka bilan turadi, чтоб sizga ishonch yana ham oshadi. Вот, LinkedInda shunaqa tushuniladi. И потом rasm qo'yganman. Вот. Bu yerda hozirgi ishlayotgan kompaniyam bilan universitet ko'ringan. Menda mana CPO at Speaklish, AI-driven English language solutions, empowering education and career development. Boyaga aytgan 3 ta yo'nalishimda turibdi. Xo'p, connectionlarim уже 500 plus. Bu yerda men o'zim open to work qilganman. To есть menga rekruterlar bemalol ko'rib yozishi mumkin. Вот detailsga kiradigan bo'lsak. Qanaqa shaklda ishlay olishim, o'zi qayerdan ish qidirayotganim hammasi berilgan. Keyingisi men o'zim ham ishga olyapman. Вот ishni o'zini ko'radigan bo'lsak, human resource administrator, to есть kadroviy qidiryapman men Unicode kompaniyasi uchun. 2 hafta oldin postni qo'yganman. Hiring qilayotganimni ko'rsatish uchun hiring emblemasi chiqarilgan. Xo'p, analitika ko'rinib turadi. Sizda qancha ko'p aktivnost oshgani sari, menimcha, Nigora, siz o'zingizda ham boya aktivnost ko'rinib turadi-ya, analitikasi. Tak. Bu yerda ishlayaptilar menimcha, lekin Okay, about qismida men ko'p narsa yozganman. Juda ham ko'p narsa, ya'ni yutuqlarimni o'zim haqimda qisqa hikoya yozganman. Bu qisqa varianti. Yutuqlarni sonlar bilan keltirilgan, HR sifatida ham, startuper sifatida ham. Keyingisi activitylarim, postlarim. Bu yerda men unaqa ko'p post qo'ymayman.
Вот, oxirgi postim bu kadrovik olayotganim haqidagi bo'lgan experience. Вот, yozilgan. Qaysilarigadir nima ish qilganim yozganman, qaysilarigadir yozmaganman. Ularni muhim yoki muhim emasligiga qarab belgilangan. Вот. Har doim e'tibor bering, что connectionlaringizda sizga to'g'ri odamlar chiqishi muhimligini. Вот, menda asosan HRD, CEO, yana HR, вот HR asosan aytishniklar. Hop, siz yubordingiz menga yana Gulkar Sindarova. Cute. Сразу rasmingizdan bilinadi that you are a student. Multilingual student, future project leader. Xulkar yozayotgan vaqtingizdachi men vergulli o'rniga to'g'ri chiziq bor-u, o'shandan qo'ying, чтоб more professional bo'lishi uchun. Great. Open to work. Teacher and education volunteer roles. Okay, details. Immediately, I'm actively applying. Okay. Hop, about qismiga qaraymiz. I studied at Hamid Olimjon Zulfiya Creative School. Tak. Xulkar, siz qayerda o'qiganingizni yozyapsiz. Siz o'zingiz qanaqa odamligingizni yozmayapsiz-ku. About qismi sizni o'zingiz haqingizda bo'lishi kerak. Nima ishlar qilganingiz yoki aytaylik, hop, o'qishda o'qidingiz, masalan, Hamid Olimjon bilan Zulfiya maktabida o'qidingiz. U maktabda siz qanaqa yutuqlarga erisha oldingiz? Может, siz sinfingizda tam lider bo'lgandirsiz yoki qanaqadir tadbirlarni zo'r qilib o'zingiz olib bora olgandirsiz yoki GPA'ingiz baland bo'lgandir. Bu narsalarni kiritishingiz kerak about qismiga, okay? Keyingisi activity. Okay, post. Let's see. Siz ham нормально aktiv ekansiz. Assalomu alaykum Jasmina. Va alaykum assalom. Oh, cool. Interesting. So I can see that you're a positive person from your profile. Yeah. And you like what you're doing. So, state world language. Okay, sophomore in philology. Nega buncha ko'p? Nega uchta world language turibdi, Xulkar? I don't know, like bilmadim, hozir menga shunaqa ko'rinayotdi, to'g'rilab qo'yaman ekan. 3 ta turibdi ekanda. Nega 3 ta turibdi-da? Men o'yladim bittasi masters, bittasi doktorantura. No. Shunaqa. To'g'rilab qo'yaman, o'zi yozib olyapman. Activities. Okay. So, you don't have work experience? I have work experience, but I just didn't add this one. Okay, good. Teaching and communication skills, easy and adaptable. Easy and adaptable skills sizga ko'pincha yaxshi foyda bermasligi mumkin. I would recommend to take it. So, in general, уже menimcha gapirib berib ketdim feedbacklarda. Qanaqadir savollaringiz bormi, Xulkar? Xo'p, mana yerda position bor, o'shanga positionga yaqinda kirituvdim.
И yana bitta narsa aytmoqchi edim. Misol Qaysi uchun pozitsiya? boya aytib o'tdingiz-ku, misol uchun qanaqadir hiring bo'ladigan bo'lsa dedingiz, o'sha paytda yozishadi deyapsiz, to'g'rimi? Yoki notification keladi deyapsiz. O'sha narsa tushunarli. Qarang, mana men sizga bu yoqdan bitta ko'rsataman. Xo'p, menga ish taklifi bilan yozishganlari. Xo'p, 8-iyulda bo'lgan. Bu Genino kompaniyasida HR Generalist with Recruitment Focus sifatida ish taklif qilib yozishgan. Uni ichiga полностью qanaqa offer berisha oladi, nima xohlashadi mendan, responsibilitylari qanaqa, hammasi berilgan. Bu yoqda yana bitta xuddi shunaqa anavi job offer. Xullas, job offerlar kelaveradi, lekin siz o'zingiz ham bemalol apply qilsangiz bo'ladi. Masalan, jobs punktiga kirsangiz, bu yoqda полностью o'zingizga mana bu sizni profilingizdan kelib chiqib, ishlar kelib chiqadi. Menda CPO turgani uchun menga product owner ko'proq chiqadi yoki analist ko'proq chiqadi, chunki menda CPO turibdi va meni speak qilishdagi yo'nalishim u yoqda IT deb hisoblangani uchun asosan IT sohasidagilar chiqyapti. Translator ham chiqadi, chunki menda ingliz tili yo'nalishi bor. Yozilgandi-yu English Language Solutions bir nimalar deb. Bu yoqdan siz bemalol apply qilsangiz bo'ladi. Tanlab. Easy apply tanlashingiz mumkin yoki remote ish tanlaysiz. LinkedIn men uchun to'g'risini aytsam, professional tomonlama eng oson sayt. Shtop o'zimga kerakli professional odamni topa olaman. Asosan IT manager, ITshniklarni LinkedIndan topaman men. LinkedIndan ishga olaman ularni. Yana savollar bormi? Savollarim yo'q, lekin misol uchun o'shanaqa notification kelganda topshirib ko'rganman. Ularni javobini qanday bilsa bo'ladi? Qanaqa? Mana bu jobsgami? Da, o'shanga apply qilganman. Keyin to'g'risi hali javob olinmagan, adashmasam, agar LinkedIn keladigan bo'lsa, hech qanaqa kelmaganda hali. Hulkar, let me open one secret to you. HR managers usually don't contact to candidates who do not pass. То есть, agar siz ishga qabul qilinmagan bo'lsangiz yoki qaysidir kriteriyalarga to'g'ri kelmagan bo'lsangiz, sizga aloqaga chiqishmaydi prosta. Aloqaga srazu chiqishadi agar to'g'ri kelsangiz. Tushunarli. Rahmat. Okay. Lekin u hamma HR menejerlar shunaqa degani emas. Shunaqa kompaniyalar bor, ular har bitta protsessni o'zini libo SMS, libo telefon qilib bittalab tushuntirib gapirishadi. Okay. Yana ko'rib chiqa olamizmi LinkedIn? Yana bitta ko'raylik, keyin shu bilan уже bo'lib qoladi menimcha. Bitta. Men o'zi ko'rib chiqyapman, ya'ni tashlashyapti guruhga, orasida so'rlari yaxshilar bor. Iloji boricha maslahat ko'proq bera oladiganlarni tashlamoqchiman. Ulardan bittasini undan tashladim. Ruxshona Doniyorova. Ruxshona nimaga qavsishdi? Yana bitta Ruxshona yozgansiz? Ruxshona shu yerdamili o'zi? Jasmina. Xo'p, uzr. Bizni maslahat bergandek, Jasmina aytgandi, bor, lekin yuritmayman, aktiv emasman deganda, o'shaning uchun ham bitta shunaqa connection bergandik. То есть bu akkaunt yuritilmaydi, bu profil.
yuritish uchun, ya'ni yana nimalardir qo'shish uchun manimcha qandaydir yana takliflar bo'lsa, qanday qilib nimalarni qo'shib borgani yaxshi hozir aynan mana shu holatda. Tak, bu yoqda ism familiya to'liq yozilishi kerak, lekin ikkita ism kerak emas. Xo'p, keyingisi activitylar okey, yurgizib borar ekanlar. Yo'q уже. Xo'p, keyingisi experience. Xo'p, manager по продажам. Resulting sales'ni o'zini LinkedIn profili bormi, yo'qmi? Umuman yo'q bo'lsa kerak, chunki bosib ko'rganimda chiqmadi-da. И потом bularda ham xuddi shunaqa problema. Вот ikkita world language bo'lib qolgan. И skill'lari. Okay. Xo'p, siz about qismini qo'shishingiz kerak. И experience joyiga manager по продажамga o'zingiz yutuqlaringizni ham qo'shib o'tishingiz kerak. Ya'ni именно manager по продажам sifatida siz qanaqa yutuqlarga erishdingiz? Sizda qanaqa aytaylik kompaniyaga ko'proq foydasi tegdi jihatdan. Вот ularni yozishingiz kerak bo'ladi. И skills degan joyga siz o'sha ishlagan joyingizdagi skilllarni ko'proq qo'shganingiz yaxshiroq. Masalan, juda ham har xil ekan. Project management, English, mobilography, Turkish, it's like very different like skills from each other. So, o'zingiz yo'nalishingizga qarab qo'shganingiz ancha ma'qulroq. Agar siz sales manager sifatida ko'rinishni xohlamasangiz, lучше sales manager sifatidagi o'qitingizni olib tashlang bu yoqdan. И bu yoqga siz o'zingiz ko'rinishni xohlagan anuni yozib qo'ying, pozitsiyani yozib qo'ying. O'shanda более-менее bu yoqdan ko'ra ancha professional bo'ladi. Вот. По-моему, Ruxshonaga yana bemalol men tam yuqorida LinkedInni полностью to'ldirish haqidagi informatsiyamni ko'rib chiqsalar, bemalol to'ldirsalar bo'ladi. Даже ekzempllar ham keltirilgan. Вот. Savollaringiz bormi, Ruxshona? Hozir qo'l ko'tarmayaptilar. Qo'l ko'tarsalar chaqim. Shu yerdamisiz? Anaqani aytaman, Ruxshona aytaman. Xo'p. Xo'p, sizga ruxsat berdim, profilingizni topib. Siz bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi ancha. O'zi menda ham hozircha shunaqa muammo bo'layotgan edi. Ya'ni LinkedIn profilim bor, oldin yozganman, ancha ko'p narsalarni qo'shganman va hozir to'xtab turibdi. Shu qanchalik to'g'ri, masalan, xos experiencelarni qo'yish. Ya'ni nimani qo'yish? pastga o'tib ketgan narsalarni, masalan, men 1 yil oldin bu loyihani Yo'q, ularni qo'ymaysiz, o'tib ketgan narsalarni qo'ymang yoki qo'ysangiz ham keltirib o'tib ketasiz-da. Masalan, vau, esimga tushib qoldi. 1 yil oldin mana bunaqa narsa bo'lgan edi, buni sizlar bilan share qilishni xohladim. Mana shunaqa qilib sekin chiroyli qilib olib o'tib ketasizlar-da. Вот. Примерно shunaqa qilib yozsanglar bo'ladi. Agar, например, qanaqa qilib express qilishni bilmasanglar, ChatGPTga yozib, to'g'ri prompt bersangiz, ChatGPTni o'zi bemalol qilib beradi bu narsani. Если что, qanaqadir yana savollar bo'ladigan bo'lsa, lichkamni berib qo'ysangiz, bemalol savollarga javob bera olaman. Siz bo'ladi. I'm open to answer. So, albatta lichkalarimni tashlab, anaqalaringizni, social medialaringizni ham share qilib qo'yamiz, ayniqsa LinkedIningizda, chunki ko'rib narsani o'rgansa bo'ladi. LinkedInni o'zida taqlid qilish orqali. Okay. Shu bilan hammasi sizda Nigora yozyapti ekanlar. Yana bitta ko'ra olamizmi deb iltimos qilaman. Nigora meni o'zimni lichkamga yozib yuborsinlar. Bo'ldi. Bularni aytib qo'yaman. Bularni o'zlaringiz kerak. Hammasi shu bo'ladigan bo'lsa, darsi uchun juda ham kattakon rahmat. Bizga anchalik foydali bo'ldi. Ayniqsa I hope so.
ayniqsa mana shu katta karyera yo'liga chiqish uchun aynan mana shu ikkita narsa foydasi juda ham katta bo'ladi va shu yo'lda bizga o'rgatganingiz uchun vaqt ajratganingiz uchun umuman kattakon rahmat. Bizga rozi bo'ling. Okay. Thank you for invitation. Hop, xudo xohlasa agar guruh kanalga qo'shilib olsangiz, kanalda guruh bor, discussion group, u yoqda o'zida bolalar yozishyapti hozir feedbacklarni qo'shilib olsangiz, u yoqda ham chat qilib savollarga yana o'zingiz javob bersangiz bo'ladi va sizni ichkangizni ham share qilib javob berasiz. Okay. So, thank you everyone. Yaxshi dam olinglar, savolinglar bo'lsa bemalol yozishinglar mumkin. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Good night. Rahmat.